Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarda sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal bunchalar yonadi yonadi dilgida. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin, zaminimiz doim nurlarga to'lsin. Vatanim jonu dilim o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Yurtboshimiz bor, yurtimiz tinchdir, osmonimiz musaffo batiniqdir. Bag'ringda o'sgan go'zal bunchalar yayraydi yayraydi shunchalar. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz,
sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Chiroylilar ichida chiroyligim meni, mehribonlar ichida mehribonim meni. Qadrlilar ichida eng qadrligim onajonim meni, yagonamsiz meni. Chiroylilar ichida chiroyligim meni, mehribonlar ichida mehribonim meni. Qadrlilar ichida eng qadrligim onajonim meni, yagonamsiz meni. Onajon, ko'zlaringizga ko'z bo'lay onajon, qo'llaringizga qo'l bo'lay onajon, qadamlaringizda iz bo'lay onajonim, onajon. Hayot yo'lida tolmagan munisam meni, mashaqqatlarga sabr qildingiz Alloh suyganim. Sinovli hayot yo'lida tolmagan munisam meni, mashaqqatlarga sabr qildingiz Alloh suyganim. Orzu qilar har bir inson yo'lingizni, orzularga yetgan har bir kuningizni. Orzu qilar har bir inson yo'lingizni, orzularga yetgan har bir kuningizni. Onajon, onajon.
onajonim onajon onajon ko'zlaringizga ko'z bo'lay onajon qo'llaringizga qo'l bo'lay onajon qadamlaringizda iz bo'lay onajonim onajon xizmatingizda bo'layman so'nggi nafas onim qadar rozi bo'ling mendan onam jannatimsiz qoriyam onam zamzamimsiz beozor onam Yok, abi sizden soraydık bu. Rahmat, selamat. Bizga ishlatmayli ish qara arhablar shunga o'xshatmayli Rahmat, bizden kam qo'lim bo'lsin. Çok bakır. Acayip olmasa kim koyuyor? Afrasiyam söylesin urhun hatim köhne tarih şadesine Alef harama avladıdır Asli nesli sirli asman hakiye il Oydi nervan üstügiyim
Mehmonlar Hasanboy bo'ldimi-ku? Boshqa kelmaydimi? Qaysi sal past yaptı. Biz böyle beklerdi. Topluca rekorda oldu gitti. Ben karamam. Tuz bo'lsa qishloq hammalarni tushunishlar navro'zimizga, marakamizga bugun mana Jamajon qishlog'imizda mana bugun Navro'z ayyomi ham Xudoyo aviatunlar qilgandik, e'lon qilgandik. Mana saytlarga, nimalarga rahmat hammalaringga, hamma hissalarni qo'shganlarga rahmat. Mana Rossiya shahridan bolalarimiz tashashlik keraklicha hamma kim qancha hissasini qo'shgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar, Alloh rozi bo'lsin. Mana oldiga qo'ygan noz-ne'matlarni ko'rib, o'zlaring bahosini berasizlar. Degan xabarlarni topib o'zingizlar mana ajratib berolmam bugun. Shunga hurmat qildik. Yig'ilgan pul o'zing somondan sal o'tgan. Hamma mahalla mashg'ulotlarimiz yetgan, ro'yxatlari bor. Kechqurun mana o'qib berishyapti, ro'yxatga tushmasa ham shunga qo'shilgan. Sizlarni qo'shganlarga hammalarga rahmat yana bir oshimiz tayyor. Oshdan oldin duo qilib o'tganlardan haqqiga duo qilamiz. Mana osh tuziladi. Keyin yana bir nima? Bu gap men kecha kerakli maqomotlarga borib ijozatlardan so'rab naqd kelgandim. Bugundan xudo xolasa mana 118 kunlik ko'chada chiqqanimizga o'sha hodisa bo'lgandan keyin shu bugundan xudo xolasa hamma adboy. Kapaladagilar, patrullar rahmat mana qishtirmasdan shunchalik mana turib qishlog'imizni qo'riqladik. Kecha prokuraturaga borgandim, Mirzaxona agarni mehmonga chaqirgan bo'lgandim. Hammalar minnatdorchiligini aytishdi. Ularga ham bu yerda cho'ga taklif qilgandim. Hozir nima ketyapti? Birinchi atropka soldatlar. Shu ishlar ekan. Mumkin ushbu qilsa yolg'iz kelishadi xudo xolasa. Kelishmasa ularning nomidan hammalarga minnatdorchilik aytishni prokurorimiz ham, shahrimizniki Nashalik militsiyamiz ham Sho'rqonga baholisini 5 mana shuncha kelgan mana kim patrul chiqindi ballak bo'ladi har kecha mana boshqa noxiyalardan, Isfaradan, Xujandan, militsiyalar, savdarlardan keldi. Qishlog'imizni bahosini 5 qo'yib ketgan, mana bu kattalarga aytib ketgan ekan, ular ham minnatdorchilik aytishdi hammalaringga. Rahmat. Mana shunchalik qishtimasdan, savdomasdan, shamollarda mana 5 yil bo'lsa ham o'tkazdik. Tinchlik bilan minnatdor hammalaringga rahmat. Aka ukalar chiqqan patrulda ilm kam bo'lmanglar. Bolalarning orzu havasini ko'ringlar. Ana shu birdamlikni ko'z tegmasin. Endi patrul adboy ekan deb qarorlarda o'qigandan keyin befarq bo'lmanglar. Baribir qishloqqa begona moshin, mana idishlar sotadimi, gilam olib keladimi, buxorolik asal olib keladimi? Hamma haqli bitta. Bu farqi yo'q, bitta man yo'q. Libboylaring to'tadi, kimga kelding, nima qilding? Bet bozor emas, bozorda sotsin. Kecha shu gaplar bo'ldida, Mirzaxonda ham, prokuraturada ham. Agar jo olanlar katta gapirib naqlasa, shuni numerini onglar, o'zini ziyonga qilgan moshasi numerini onglar bo'ldi. Farqi u Buxorodanmi, Andijondanmi farqi yo'q. Bet Sho'rqon bozori yo'q. Bitta gaplar ko'p, bu gaplarni unda aytolmaydi muarakada. O'zlaring tushunasizlar. U odamni alosi ichida deydi-ku, kelgan odamni sotuvga kelganmi, razvedkaga kelganmi, endi uni oloni o'zi biladi. Shunga boqar bo'lasizlar. Kelgan begona odamdan hamma haqli huquqli ko'rsat qilmasdan yaxshi yo'lda so'rab, aka bizni qilib shunaqa ishlar bo'lgan. Shunga biz shayton ijozat bo'lgan, shuni biz haqli deb nima qilishdan kontrol qilishlaring mumkin. Hozir mana domlalarimiz haqlarini nimaga duo qilishadi deb o'tganlar ruhiga nimasiga hammalaring rozi bo'linglar. Men xudosa ashyodan chiqarib saytga hammasini tashlayman. Sho'rqonda patrul gruppasiga ham, Sho'rqonda gruppasiga ham tashlayman. Shu yig'ilgan pullar achotlarni, xaridlarni. Mana bugun bitta qo'y olib kelishdi. Qonun mana dahmaga chiqarishib, jomonni boshqa so'yib, bir akamiz 20 kilo go'sht berdilar. Mana hisslardan tushgan pulga mana shuncha mana Xudoga shukr, mana noz ne'matlar, mana balalarimizga ham joy, aytilgan odamlar hammasi kelishdi. Endi rizqi borish yetdi, mana gapda. Rossiyadagi balalarimizdan hammasidan nomidan sizlarga alangalik salom. Yana bir nimani aytib o'taman, shu pul yiqqan bolalarda haqqiga ham duo qilamiz. Mana xizmatdagilar, mana kecha yo'l savdolarda archivgacha soat 11gacha bizlarga ro'pasini qildik xizmatdagilar. Mana Baxtiyorjon, mana maktab ma'muriyati, mana bitta Povlan, Ermatjon, Baxtiyorjon, Ixtiyor, G'ayratjon, nom barqsangiz ko'p, hammalarning haqqiga duo qilasizlar. Mana shuni shunchalik qo'limizga kelgancha mana oldingi nozimalar tugab, mana Badrdan Hojiga hammasi bolalarimiz mehnati bilan nima qilib, stol toshida Salom akaning o'g'illari. Shu birdamligimizga ko'z tegmasin.
Shu bir bo'lsak hamma ish bo'laveradi xudo xolasa. Yana bitta uzr iltimosimni aytaman. Mana o'sha patrul nimasida endi alamonni yig'ish qiyin. Shu patrul nimasida bir hamshirimizni uyi yong'in bo'lgan. O'zlaring bilasiz Botirjonniki. Shu pul yutgan yigitlar yana 2 kundan keyin xulosa paxtoni chiqishadi. Pullarni chiqarib o'z hissalaringizni qo'shinglar. 12300 pul tushgan. Rossiyadan tashlagan 12300 so'm. Ro'yxatni nosidan uyi turibdi. Xulosa bir qishloq yana bir o'taga olaylik. Bitta bir 80 ming so'mlik o'zi hisob topgan. Rosa endi erta dela bo'lmasligi uchun ishlarni mana o'zlari bilan tushuntirgan katta o'tlaganlarga hammasiga endi bu gaplarni hammasini aytib berib kerak. Shuni o'z hissalarini qo'shaman degan umiddaman, qo'shasizlar degan umiddaman. Ana shu pulga chiqqan bolalarga iltimos qilaman shu ro'yxatni yana. Kim 50 so'm beradi, kim 100 so'm beradi, qiymatlaring. Endi bir hamshirimiz boshqa shu mushkulga tushibdi, shuni o'taga olamiz. Pul yig'ilsa, bir kun hasar qilib turib, ochib borini bor, yo'g'ini yo'q qilamiz, keyin o'zlariga chiqib gaplashib nima qilamiz. Shu hasar bilan shuni xudosi bitirib berishimiz kerak. Bir odamni nimasi kuydi, ko'rdigansizlar, bu videolar ayvoni bilan darvozasi bilan kuygan. Chiqim bor edi endi. Mana aka-ukalar yordam beraman deyishgan xulosa, hammasini qo'lga olamiz. Mana bu yil qilingan ishlar o'zlaringdan tayin. Mana Qavsonda Fotihaxonni umidi ham aytdim. Mana Xudoga shukr, shunchalik mana qishlog'imiz asfalt 99% xato 99% ko'chalar hammasi svetlashiv, charog'on bo'lgan. Mana kecha Jar mahallaga nima hoji to'g'risida Muzaffar hoji uchuvchilarni olib kelib qilishdi. Bu Hasanboy qo'shib berishdi. Uchuvchilarning hammasi yonib o'chaykan, o'sha cho'g'ishdagi nimadan svetdan xudo xolasa. Hammalarga ming rahmat. Shuni dasturga qilasizlar. Xudosa chiqsa ballar qo'polga bo'lsin. Iltimos, endi bu majbur emas. Endi hamma musulmonda baribir nimasi bor-ku. Shuncha mana xayri saxovat qilib, shuncha asboblarni qildik. Mana shuncha qishloqimizni obod qildik. Hammamiz bir yaqindan boshqa rahmat hammalaringga. Bundan beri ham xudo xolasa mana shu ishlar. Faqat endi patrul adyakani befarq bo'lmanglar. Kechasiga misol bekordan kunlar uzun bir aylanib mahallaringda o'sha hamma mahalla o'z-o'zining mahallasini aylanib nima qilsa hech nima bo'lmaydi, xolos kam bo'lmaymiz, boqar bo'lishimiz kerak. Mana qo'limizdan kelgan shunchalik qildik. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin qilgan ishlarimizga, qilgan xayr amallarimizga. O'sha kunni qarsonni achib aytib qo'yayman, o'sha kunni hammalarning mana qo'llarini chiqarib tashladik. 3165 so'm pul tushgan. Bu pul bir tiyin yaqaga saqlanadi. Faqat shu ko'chaning charog'ini qilgan svetlariga cheruvchotchik hammasi shu qarsondan tushgan puldan mana hozir biron pulni eshigiga elektrik borib ko'chaning svetini pulni yengilgan yo'q. Hammasi cheruvchotchik qilganmiz, fotolarga qo'ygan, o'zi yonib o'zi o'chadi. Puli kirishkasi menda. Puli o'sha qarsonga tushgan ilipida tushgan puldan 3165 so'm pul tushgan. O'sha kundan guvohlar bor sanashdik o'tirib. Rozi bo'lasizlar. Duo qilinglar barlarimizni haqqiga, safardagilar haqqiga. Va shu patrullar kecha kunduz savdo nima qilib turgan. Shuncha men aytdim, o'sha kun yana mana yaxshiroq eshitinglar. O'sha kun mana shu barlarimiz tug'ilgan yili bilan yaqin 50 ming so'm pul jo'natishgan. Bugun bu 92da tug'ilganlar, 93da hamma tug'ilganlar navbatdan tashlashib, yig'ishib, saxovat manbalarimiz shu patrullarga oboqotiga 50 ming so'm degan gap yaqin 40 ming 45 ming rubl degan gap. Bitta yaxshi ishchini oldiga shunchalik mana padishga qilishdi. Rahmat, hammalariga ilm baraka bo'lsin. Mana hoji bolalar duo qilishadi, haqlariga hammamizdan sidqidildan duo qilinglar. Mana bo'lmagan ishlar bo'ldi, xayr, bular ham o'tdi, Xudoga shukr. Qotillar topilgan, kecha nima ishdi? Mana xulosa janob bugun kecha mehmonlar jo'natib, bugun o'zlari ketdilar. Kecha yo erta yo endi ular hukm o'qiladi. Ularga o'sha hammasi delalari bilan 100% mana shular. O'sha nima polvoni alomat yo'q nimalar bor-ku, to'g'ri. Ana shular 100% ana shular. Hamma taraflama ayol narsa desiz, kecha qo'rak bo'lamiz. Xulosa 2-3 kun ichida ularning nimasi hal bo'ladi. Agar Karimovda bo'lsa, hujjatda bo'lishi mumkin, akredi unaqa garajdan chiqib bo'lmaydi, ular zakredi. Uning jazosi tayin bo'ladi. O'zlarimiz haqqiga duo qilamiz bo'lsa, keyin oshimiz tayyor, osh tuzamiz. Hammalarga kelganlarga rahmat, bergan pullaringga rozi bo'linglar. Qani bo'lsa uzr. Salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parvardigoro, o'zingda abadiy kalomlaring bo'lmish o'qilgan suralardan, oyat kalimalardan, mana shu kungi yozilgan dasturxondan, qilingan xayr ishlardan hosil bo'lgan savobini o'zingda roziing bilan sarvari olam payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhlarga aytdik. Arang ruhlar tufayli jam o'tgan payg'ambarlarga, payg'ambar zotlarga, choriyori sahoba-yu kiromlarga, shahidlarga, jumlatgan avliyolar, anbiyolarga, chetda o'tgan qishloq shondolarga, mana shu yerda omid o'tirgan hammamizning o'tganlarimizga, mana shu mulk makonlarda umidvor bo'lganlarga Parvardigor shundan bo'lgan savobini hadya etdik, bag'ishladik. Parvardigor o'tganlarimiz oxiratlardan obod qilib, kafsadan sirob, iymonlarni hamroh qilib, rahmatingdan eritmagin, jannatingdan joy bergin, qabrlarni Qur'onlarni nuri munavvar aylagin. Parvardigor o'tganlarimizni hammalarini payg'ambarimiz shafoatiga sazovor qilgin. Allohumma mahfil va livolidayya va ustoziyya va jami'il mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat alahya min hamad. Innaka mujibud da'wat, rafi'ud darajat, muzil barakat va qadiyat hajat. وصلى الله خير خلق محمد وعلى آله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربي الأعظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parvardigoro, avvalo o'zingga beada shukr, mana shunaqa yaxshi kunlarga yetkazdirganingga Parvardigor, yana shu vaqt kunlarga mana shunaqa qilib qatorimizdan xato bo'lmasdan hammamizni sog' salomat Parvardigor yetkazdirgan. Hammamizni umrimizni uzun qilgan, rizqimizni ulug' qilgan, tani jonimizni sog' qilgan, chormcharimizni butun qilgan, xotiriy jamlik bilmayolar bergan. Parvardigor kunimizdagi qarong'iliklarni, qo'rqinchlarni Parvardigor daf qilib o'rnigan nur ato qilgan Parvardigor. Parvardigor mana shu safardagilarimizni ham hammalarini Parvardigor o'z panohingda asragin, topganlarga barakat topgin, topgan yaxshi kunlarga, niyatlarga muvaffaqiyat nasib etgin. Parvardigor dehqonlarni dehqonchilikka barakat topgin. Tojirlarni Parvardigor topganlarga hammamizni ham topganimizga barakat topib, yaxshi kunlarimizga, yaxshi niyatlarga yetgan nasib etgin. Parvardigor mana shu yerda shu ishni tashkil qilib, mana shu yerda xizmat qilayotgan, mana shu yerda pul bilanmi, mehnati bilanmi, qo'li bilanmi Parvardigor mana shu yerda yordam tekkanlarni Parvardigor avvalo nima yaxshi niyatda qilayotgan bo'lsalar, o'sha yaxshi niyatlarga yetkazdirgan. Hammalarining umri jonlariga, rizqi ro'zlariga, kasb-korlariga, xonadonlariga, topganlariga Parvardigor davlatlariga o'zing barakat o'qigin. Hammalarini qo'shganlar bilan qo'sha qaritgin, uzoq umr ko'rib baxtli o'tkazish nasib etgin. Parvardigor mana shu yurtboshimizdan boshlab to oxirgi mana shu davlatimizni obodonchiligi uchun xizmat qilayotganlarga ham Parvardigor o'zing salomat qilgin. Parvardigor mana shu qilgan ishlarimizni mana shu Xudoy deb qilyapmiz Parvardigor o'zing dargohingga qabul qilgin. Xato nuqsonlarni o'zing kechirgin. Parvardigor savoblardan o'zimizni ham, o'tganlarimizni ham Parvardigor bahramand etgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Va sallallohu xayri xalqi Muhammadin va ala alihi bi rahmatika ya arhamar rohimin. Ketdi.
yoqimli sharaflarga. Ballaga qo'ysam, ballani olib o'tirsin. Hop. Beqa. Нет, пошел! Еще! Заказ думба. Verma. Chance pone. Yo, a ver, Ana var mı? Hoşçakalın da oldu ana. Otur. Ana bozuldu dede mi? Ana ulan. Stop. Diğer bir yan yok. Şimdi yok. Ne kadar Unaqa. Yo. Şehman Siyasanlı.
Assalomu alaykum. Ahli Dehli nomdori sho'ro qal'ayu istiqloliyat. Mana bu biz hamma ijtimoiylar az nomi namoyandahoy jamoat ilhoyi ki mana Navruz Idi Ramazon mana guzashta tabrik menamoyim va imroz bazilmayman va diqqati shuma rasonidani tabrikoti raisi jamoat doda shudagi ki man ba diqqati shuma merasonaman. Assalomu alaykum hamdiyoron, hamsofon, padaru modaron, همه شمایان را و در سیمای شما اهل خانواده‌تان را و مناسبت عید نوروز بین المللی، عید بهار، عید رمضان تبریک نموده به شما کیفیت بهاری سعادت هر دو عالم را تمنا می‌نمایم. نوروز روزی پدید، آمدن روشنی، غلبه نیکی بر بدی، از قلب‌ها بیرون کردن کینه و عداوت، بخشیدن همدیگر، روز خرسندی و خوشبختی، پایان سردی ها و آغاز فراوانیسم می باشد.
در سال نو اجدادی به همه شمایان صحتمندی، عمر دراز، بخت و اقبال نیک، فیض و برکت برای کار خوشی‌های زندگی و در عملی گردیدن مقصد و مرامی که بهر بهبودی کشوری عزیزمان داریم کامیابی‌های بی‌نظیر آرزومندم. با احترام رئیس جماعت فیروزآباد سلطان و محلیا. حاضرین گرامی، از فرصت استفاده برده من در دهه شما آبادانی کارهای نظررس شده استاده است. از همه فرصت ما استفاده برده یک چند اهل همین دهه افتخارنامه ها آورده بودیم. با اجازت شما میسپریم. در دهه شما یک شخصی برآمد که برای آبادانی همین دهه حصه‌گذاری گذراندن. حاضر من همین افتخارنامه های دادنم در کار به ذمه من وظیفه شدگی. با افتخارنامه مکافاتانیده می شود سیفالدین بدرالدین فتح‌الدینویچ برای فعالیت پرثمر در کارهای آبادانی سازندگی در دهه و دستگیری دائمی در کارهای جماعت دهات فیروزآباد با افتخارنامه سرفراز گردانیده می شود رئیس جماعت دهات فیروزآباد سلطان وحید. سلامت باشید. با یک افتخارنامه مکافاتانیده می شود مقیاس فرخجان سردختری MCD شوراب قلعه برای کار و فعالیت پرثمرش با افتخارنامه سرفراز گردانیده می شود رئیس جماعت دهات فیروزآباد سلطان و محلیان. باز یک افتخارنامه مکافاتانیده می شود شادمانов سهراب جان برای فعالیت پرثمر در کارهای آبادانی سازندگی با افتخارنامه جماعت دهات فیروزآباد سرفراز گردانیده می شود رئیس جماعت دهات فیروزآباد سلطان و محلیان. تبریک، سلامت باشید. با افتخارنامه مکافاتانیده می شود قربانov اسلام جان رئیس محله شوراب قلعه برای فعالیت پرثمر در کارهای آبادانی سازندگی در دهه رئیس جماعت فیروزآباد سلطان و محلیان. رحمت برای سلطان نوردین پادشاه minnatdorım o. Xudo xohlasa hamma yeb bo'lishdi, bu yerda duo bo'ladi. Yoshlar kecha xizmat qilganlar, ilovlari borlar, qolaslar shularni javob qilib hammasi egasiga berishimiz kerak. Ko'p shahardan kelingan. Ertaga Xudo xohlasa Tog'oyqo'chi qishlog'imizga bu yerdan pishib nimalarda aytishgan, ularni hozir ajratib beramiz, qolganini keyin egaga yetkazamiz. Qanday turaylikmi, duo qilasizlarmi? Endi xizmatdagilar sal kechroq mayli bo'lga javob beraveradi. Endi bag'roq o'tirgan bular, avtobus ta'sir qilyapti. Qishdan chiqqanmiz hammamiz. Mayli mo'jibo. Bismillah minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dasarxonga alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah laza tamona saqona va ja'alna minal muslimin. Parvardigor shu dasturxondan hosil bo'lgan savobini o'tgan umrlaridek o'tgan amrohlarni obod, ruhlarini bizlardan shod, qolganlarini hammamizni sog' salomat o'z panohida asragin. Mana shu yerdagi xizmat qilganlarni nima yaxshi niyatda xizmat qilgan bo'lsalar, Parvardigor shu yaxshi niyatga yetkazgin. Hammalarini umrlarini uzun, rizqlarini ulug', tan jonlarini sog', chonchalarni butun qilgin.
Parvardigor ko'p qatorda qayerda bo'lsam ahli olasman sog' salomat o'z panohingda asragin. Davlatlarimdan ham ziyodakin topganlarni yaxshi kunlariga niyatlarga sapshirib nasib etgin. Yana shu yaxshi kunlarga hammamizni mana shunaqa ulug' kunlaringga, yaxshi kunlaringga Parvardigor yana yetkazdirgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat amallarini kelganlarga minnatdormiz. Rozi bo'linglar, duo qilinglar. Rahmat amallarini qilib. maqsad yo'lida tashlar qadam, turfa orzulari bo'lar odamning, shu maqsad yo'lida tashlar qadam. Imkon ber ey Rabbim, shudir tilagim, hajga olib boray ota onam. İmkan ber ey Rabbim, shudir tilagim, hajga olib boray ota onam. O'tinaman Tangrim, kutishga vaqt yo'q, biz uchun Ka'bangdan ulug'roq taxt yo'q. O'tinaman Tangrim, kutishga vaqt yo'q, biz uchun Ka'bangdan ulug'roq taxt yo'q. Dunyoda hojilik
baxtiday baxt yo'q. Hajga olib boray ota onam. Dunyoda hojilik baxtiday baxt yo'q. Hajga olib boray ota onam. Ayt kimdan so'rayin, sendan so'rmasam. Aytqanda yo'g'ilman, so'zda turmasam. Ayt kimdan so'rayin, sendan so'rmasam. Aytqanda yo'g'ilman, so'zda turmasam. Roziman Parijlarimni ko'rmasam. Hajga olib boray ota onam. Sening bag'ring erur bepayon bag'ir. Bandam deb bizlarni baytingga chaqir. Labbayka deb yig'lab aytibon takbir. Hajga olib boray ota onam. Labbayka deb yig'lab aytibon takbir. Hajga olib boray ota onam. Armonlar domida bo'lmayin g'arib. Tushdi panohlarim bormoqda qarib. Armonlar domida bo'lmayin g'arib. Tushdi panohlarim bormoqda qarib. Yaxshi o'g'il bo'lib boshda ko'tarib. Hajga olib boray ota onam. Hajga olib boray ota onam. Hajga olib boray ota onam. Bugun zo'rsan hammadan, mayli omadga to'ygin. O'z uyiga sig'magan otangni yo'qlab qo'ygin. Bugun zo'rsan hammadan, mayli omadga to'ygin. O'z uyiga sig'magan otangni yo'qlab qo'ygin. Senga berib borini, shaxtini va qorini. Bir bor tingla zorini, otangni yo'qlab qo'ygin. Otangni yo'qlab qo'ygin. Yurma dunyo ko'yida, otangni yo'qlab qo'ygin. Ne tashvish bor o'yida, otangni yo'qlab qo'ygin. 80 yosh bu to'yida, borsang bayram bo'ladi qariyalar uyida. Mangu emas zar shaxting, qurur duosiz taxting. Uyingdan quvgan baxting, otangni eslab qo'ygin. Mo'ysafid bo'lgan zamon ko'rildi senga yomon. Sarson qilding sarson, otangni yo'qlab qo'ygin. Ko'zlari yo'lingga zor, vijdonli ko'ksing o'ygin. Kutmoqdalar intizor, otangni yo'qlab qo'ygin. Senga berib borini, shaxtini va qorini. Bir bor tingla zorini, otangni yo'qlab qo'ygin. Otangni yo'qlab qo'ygin. Yurma dunyo ko'yida, otangni yo'qlab qo'ygin. Ne tashvish bor o'yida, otangni yo'qlab qo'ygin. 80 yosh bu to'yida, borsang bayram bo'ladi qariyalar uyida.
chiroyli onam bor, yuzlari gul gul, ko'zlari chiroyli, sochlari uzun. Nimalar qilmadi axir men uchun, ey hayot onamni qaritmay turgin. Menda ham orzular bo'yimdan baland, xohlayman onamni qilishni xursand. Yo'qchilik ozgina beryapti dapand, ey hayot onamni qaritmay turgin. Ro'zg'orim tashvishi eng katta g'amdur, unisin to'ldirsam bunisi kamdur. Noliganim yo'q, Xudoga hamdur, ey hayot onamni qaritmay turgin. Duolar qilasiz boshimni silab, Xudodan erta kech omadim so'rab, farzandlik haqqimni olguncha to'lab, ey hayot onamni qaritmay turgin. Kuniga oldim gul ro'mol, cho'ntagimga ko'ylak keldida malol. Ishlarimga ozgina kelguncha baror, ey hayot onamni qaritmay turgin. Mehribonim onam havodir yutib, uxlamay o'tiras yo'limni kutib. Men ham nimadur qilib siz uchun, hajga olib boray qo'lingizdan tutib. Ro'zg'orim tashvishi eng katta g'amdur, unisin to'ldirsam bunisi kamdur. Noliganim yo'q, Xudoga hamdur, ey hayot onamni qaritmay turgin. Duolar qilasiz boshimni silab, Xudodan erta kech omadim so'rab, farzandlik haqqimni olguncha to'lab, ey hayot onamni qaritmay turgin. Onajonginam, mehribonginam, onajonginam, mehribonim siz onam, onajonginam. Ahli qishlog'imiz nomidan, nuroniy otaxonlarimiz nomidan, faollarimiz nomidan bugungi Navro'z ayyomlaring bilan samimiy muborakbod etamiz. Gapirsak, gap juda ko'p. Hammalaringga yoqimli ishtaha. Hozirgi navbatni aziz ustozimiz Alijonov ma'lumga beramiz. Keyingi gaplarni ma'lum batafsil aytib bayon etishlari mumkin. Yana bir bor Navro'z ayyomlaring muborak bo'lsin. Mana shunchalik mana yig'ilibsizlar. Ilohim qanijonlaring sog' bo'lsin, kunlaring uzoq bo'lsin. Bunaqa yig'ilishlar ko'proq bo'laversin. Ilohim hammamiz ana shunaqa bir-birimizga hurmat izzat qilaylik. Yana mana shunaqa kunlarga Xudo munosib ko'rsin. Ilohim to'ylarimizda bir-birimizga hurmat izzat qilib, to'ylarimizda yaxshi o'tkazaylik. Xo'p, mana shunaqa o'tirishlarda ko'paytiraylik. Nomardlarga muhtoj bo'lmaylik. Lekin mardlar ko'paysin. Qanchalik mard ko'paysa, shunchalik ishimiz oldinga siljiveradi. Nomardga muhtoj bo'ldikmi, avoro bo'lmang. Bosgan izingiz oldinga siljimaydi, orqaga ketadi. Shu iloji boricha azizlar birodarlar, hammamizni ham Xudo munosib ko'rgan puldor bo'lishimizga. Puldor bo'lishimizga Xudo munosib ko'rgan, lekin puldor biz. Puldor bepul kambag'al yo'qolsin, kamaysin, bo'lmasin iloji. Hamma puldor, shunaqa puldorlar ko'paysin-u, sahm qilsin, xayr ehson qilsin, yordam bersin nochorlarga. Qishlog'imizni obodonchiligi uchun kurashsin. Yo'llarni ko'proq bo'lmagan, asfalt bo'lmagan joylarda asfalt qilsin. Mana katta yo'limiz glavni deyiladi rus tilida, kechirasizlar. Asosiy yo'limizni iloji boricha xalqimiz birikib mana Feruzobodgacha keldi, Qavristongacha.
xalqimiz biriksa bo'ladi xolos. Ilohim shu Feruzobodgacha bo'laydigan asfaltimiz harakat qilaylik birikib. Avvalo bo'lmanglar, kechirasizlar. Atrofdan yordam bo'lmaydi. Faqat biriksak bo'ladi. Mana shu hodisalarda yaxshi kechalari kecha demay, kunduzlar kunduz demay, patrullar yaxshi xizmat qilishdi. Xalqimiz birikkanligini bildirdi. Haqiqatan ham birikar ekanmiz. Lekin atrofdan har qanday gaplarni atrofda gapirmaylik. Mana shunaqa iftixornomalarni tashkil qilganlarga avvalambor rahmat. Oson emas. Mehnat qilganlarga, lekin hamma mehnat qildi. Bularning ichida ko'proq mehnat qilganlar bor ekan. Kimsanmi Komilxo'ja? Borlarmi? Borlar. Kimsanmi Komilxo'jaga? Bitta qarsaklar bo'lsin. Qarsak cholganlarning umri uzoq bo'lsin. Qani joni sog' bo'lsin. Men o'zim hojiga o'zim qo'lim bilan tabriklar. Rahmat bo'ling. Rahmat. Ilohim bizga ham Xudo munosib ko'rsin hajga. Ochiqcha gapirib yuryapman, kechirasizlar. Navoda ba'zilarga yoqmaydi bilaman. Gapiryapman mumkin. Bunda qilish qilmaylik. Iloji boricha salomat bo'laylik-ku. Sulaymonov Tillovoy Yetmishevich. Marhamat, Sulaymonov haqiqatda bosh bo'ldi. Xalqimizni biriktirdi, choyxonada tashkil qildi, patrullarda tashkil qildi. Sulaymonov, rahmat. Salomat bo'ling. Endi bu yerda bo'lmasa ham, bu yer uzoqdan Rossiya shahridan yordam qildi. Ko'pchilik Rossiyadan yordam berdi. Rahmat shu Rossiyadagilarga. Ko'proq o'shalar yordam qildi. Buning qatorida eng ko'proq yordam qilgan Ahmedov Ahad Akbarovich. Marhamat, Ahmedovning avlodlari bo'ta kelib olishdi. Mana avlodim. Tabrik. Shu jumladan yosh kichkina demang bizni ko'tarib sizni deganda yosh bo'lsa ham Mirzabekov Muhammadjon Mirza Abdullayevichga haqiqatan ham birikib xizmat qildi. Qarsak cholishni davom etaveringlar. Qarsak cholish ham bu bir tizaratka deydi o'rishchasiga. Eshityapmiz-da, ma'lumsiz. Shukurov Akram. Ana. Huseynovich. Qarsak cholganlari umri daroz bo'laversin. Qo'shqari bilan qo'sha qaraversin. Omidov Muzaffarjon Muhiddinovich. Muzaffarjon. Ya men o'zim qo'shqalab tabriklar. Faollari. Shu jumladan mana shu qishlog'imizni shu nima desak bo'ladi. Ma'lumasi ham shu raisasi Otaxonov Mamiraxon. Rahmat. Azizlar birodarlar, ochiqcha gapiravergan bo'lsak, uzr, kerakligini olaylik, nokerakligini chiqaraylik. Hamma vaqt ana shunaqa birikib, ko'proq qarsak cholishni o'rganaylik. Salomat bo'ling. Marhamat. Tabrik so'zlari bor ekan. Mana shunaqa ulug' ayom kunlarda hoji bobomizga bizdan yosh bo'lsa ham, lekin hoji salomat bo'ling hoji bobo. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Muallim sizga rahmat, shunchalik chiroyli gaplarni gapirdingiz. Shu qishloqda haqiqat men sizni gapirgan gaplarga juda ham qo'shilaman. Aziz hamqishloqlar, avvalo sizlarni hammalaringni Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Hamisha salomat bo'linglar. Ahli oilalaring bilan, qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar. Balalarni, nevaralarni orzu havasini ko'ringlar. Hamisha salomat bo'linglar. Qishlog'imizdagi ahillik bundan ham ziyod bo'lsin. Mana shu qishlog'imizdagi bo'lgan muammolar kamayaversin. Yuqori muammolar. Aziz hamqishloqlar, men endi shu fursatdan foydalanib, kamgina bo'lsa ham sizlarni shu ba'zi gaplar bor yetkazmoqchiman. Qishlog'imizda muammolar ko'p.
dar haqiqat juda ko'p muammolar. Bitta katta muammo asfalt edi. Mana qishlog'imiz obod bo'ldi. Hozir tashqaridan bir kishgacha ham kelib rahmat deyapti hammalari. Mana qishloq obod bo'ldi. Hamma joyda asfalt, mashinangiz ham kir bo'lmaydi, chang bo'lmaydi, oyog'ingiz loy bo'lmaydi. Bunga shu qishlog'imizda obodonchiligida Badriddinxon boshchiligida mana shu qishlog'imiz obod bo'ldi. Mana Muzaffarxo'ja, Ustamboy, Islomboy mana bu yerdalar. Juda ko'p ham qishlog'imizning muallima Mavraxon bular hamma shu ishtirokda. Men ham shunga ishtirok etgandim. Shunda ko'rdimki, bildimki, qishlog'imizda odamlar qanday ekan. Dar haqiqat odamlarimiz juda ham ahil ekan. Ana shu hamma gap ahillikda. Agar biz hammamiz ahil bo'lsak, olib bu asfaltlarni yana muallim mana aytdilar, davom qilishimiz kerak. Shu asfalt agar davom bo'lsa, agar katta yo'lga chiqish hojati yo'q, ortiqcha yo'lda uzoq yo'l yurib, ham benzin sarflaysiz, ham mashinangizga amortizatsiyasi unday bo'ladi. Agar bu katta yo'lda, qolgan yo'lda davomini qilsak, juda yana yaxshi katta ishlar bo'ladi. Yana shu fursatdan bo'lar men bitta muammoni aytaman. Shu bizni suv masalasi hozir menga aytishdi. Muammosi hali ham naqshi hal bo'lgan-u, kanaldan olaga katta yo'ldan o'tgan unaqa borga dukur gidran. O'shanga ba'zilar suv o'tmasa linga tashiyapti, linga tashib suv bu yoqqa o'tmasa yoqqa o'tadi. O'tadi-yu, lekin agar ro'qa kelsa, u yerda tagidan o'tgan turba katta ko'chani boshqa buzishga hech kimning haqqi bo'lmaydi. O'sha bekilib qolsa, suv bizga kelmay qolishi mumkin. O'shaning uchun hozir biz maslahat qildikki, shu bitta nima desam bo'ladi? Darvoza qo'yishimiz kerak o'sha yerga. Darvoza qo'yishimiz kerak. Darvozani pastga tushirsak, u tomonga ham suv boradi, bu yoqqa ham suv keladi. O'shanga iltimos hammalaringizga o'tga linga tashimanglar. Hozir maslahat qildingiz, mana mirob oldimizda edilar. Shuni maslahatini qilib turib o'sha yerga katta darvoza qo'ysak, shu darvozani keyin bir yerda o'sha mirobimiz to'g'rilab qo'ysa, shu daqaga tegmaslikka, ki u yerga har qanday narsa tashimasligimiz kerak. Shuning uchun agar biz shunga darvozani qo'ysak, xudo xolasa, yana ba'zi problemalar bor. Suv mana bu kanalda ustida o'tgan turba ham to'lgan ekan. Uni tozalash kerak. Ancha problemalar bor. Hozir biz yana maslahat qilamiz qishloqda faollari shu to'g'risida gaplar yana bo'ldi. Yana shu meni aytgan gaplarim shu. Yana takror bo'lsa ham hammalaringni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hamisha salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat. Ba'zi bir e'lonlar bor ekan. Endi menga so'z berilgandan keyin ba'zilar mumkin aytish mumkin, mikrofonni ushlagandan keyin boshqalarga so'z bermaydi o'ylamanglar. Menga e'lon qiling deyishdi. E'lon shuki, mana bu hozir o'tgandan keyin, oshiga bo'lingandan keyin kechqurun hammalaringning diqqatlaringga kechqurun soat 6 ga konsert bo'lar ekan. Tomoshayu o'yin xursandchilik bo'lar ekan. Bundan tashqari hammalaringga bitta savol, hamma yechsin iloji boricha. Eshitdinglar? Agar javob berilsa, javob beradi. Eng oson ish nima? Eng qiyin ish nima? Qani? O'ylangga turib javob beringlar. Men o'zim javob berishga harakat qilaman. Azizlar birodarlar, kechirasizlar. Eng oson ish o'tirib olib buyurish. Eng qiyin ish amalda uni ko'rsatib bajara olish. O'tirib olib buyurmaylik. Amalda qo'shilib bajaraylik. Chiroyli qarsaklarni cho'linglar. Azizlar, bu o'zimni maqtamay. Yo'q. Yaxshi. O'zimni o'zim maqtamay. Konsert dedingiz qayerda bo'ladi? Bu qishlog'imizni obro'si uchun men maqtanib chiqqanim yo'q bu yerga. Mana shu yerda hozir meni nevaram butun viloyat bo'yicha maqtanish emas bu. Viloyat bo'yicha Ozodbek Alijonov biologiya fanidan Cumhuriyatga bugun ertalab soat 6:30dan men o'zim kuzatdim. Shunga bitta duolaringni ayamanglar. Shu qishlog'imizda obro'si hali tarixda bunaqa endi bo'lyapti.
lekin nargi nevaram borganda 4-5 o'rinda olgan edi. Shuning uchun sizlardan so'rayman. Duo qilinglar. Mana shu nevaram ilohim shu qishloqda obro'si uchun, qolaversa shaharda, qolaversa viloyatda obro'si uchun o'rin olib kelishini iltimos qilib sizlardan duolaringni so'rayman. Salomat bo'linglar. Qanijonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Qo'shganlaring bilan qo'sha qarovinglar. Balalaringni, nevaralaringni menga o'xshab orzu havasini ko'ringlar. Men chevaralagan bo'ldim. Ilohim salomat bo'laylik. Rahmat amallaringga. Endi obed bo'lib qoldi. Achchiq kelsa bir dona ham qo'yaman. Okey gap. Bir kishi. Yo, ikki kishi yo'q deyapsiz-ku. Ha, u katta. Yashang. Madina avval bir marta erkaklar bo'lsin aka. Kishi boshiga. فیض و برکت برای کار و کوشش‌های زندگی و در عملی گردیدن مقصد و مرامی که بهر بهبودی کشور عزیزمان داریم کامیابی‌های بی‌نظیر آرزومندم. با احترام رئیس جماعت فیروزآباد سلطان و محلیه. دوستان عزیز، من امروز از نام رئیس جماعت فیروزآباد یک افتخارنامه داده فرستاده سایه‌بخته می‌رسانیم. آتاخان و ماموره برای فعالیت پرثمر سهم ارزنده در کارهای آبادانی و سازندگی با افتخارنامه سرفراز گردانیده می شود. رئیس جماعت فیروزآباد سلطان و محلیه معلم تبریک. Mana shu menga berilgan ushbu iftixornoma hammalaringni tashkil ishlaring bilan. Sizlarga ham yana bir bor Navro'z ayyomlaring muborak bo'lsin deb qolaman. Rahmat. Bu hamma shmoyam bu yak xabarni boyat rasonim. Mana xabaratон های سیاست دولت دعوتی بهارانه سرشدگی دعوتی بهارانه بچه ها مسئله حربی کردی از نام دیهه شما حاضر به یک تا کاربری شدگی معلوم یک تا کاربری شدگی همین و همه شما احترامانه خواهش همین مسئله و یاردمتان وای دعوتی گذشته دعوتی تیرماهی 2024 انده یکی از استقامت کننده همین دیه سیف‌الدین بدرالدین خان بودن وای آدم حاضر اشتراک نکردن لیکن جدای نقض دستگیری کردگی بودن از نام جماعت از نام دیه شما معلمه رئیس جماعت رسانیده مانیتان که همین آدم کارهای خوب کردن مبلغ گذاری کردن این دفعه این دعوتی بهارانه‌ای که حاضر سر شد این با التماس مو بچه ها که خودتان گروهتان های گپ زده دستگیری کنیتان ما هم خرسند میشیم برای دقتتان را سلام علیکم. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ربي شو قلقان قرأت قرآنımızdan ayet-i Rabbani'dan qilingan xayriy ihsonlarimizdan nafl qurbonliklarimizdan shu barcha qilgan xalqimizni barcha qilgan xayriy ihsonlaridan hosil savobini fi sabililloh baxsh Alloh yo'liga başladı barxanatun nur faqr rasululloh xudoga ismi poklari Hazreti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam baxsh odam safilulloh Hazreti Imom Havo İbrahim Halilulloh Nuh Nabiyulloh Iso Ruhulloh Hazreti Musoga Oli sallallahu va sallam choryorona habibiga Xudo jami payg'ambarzodalarga payg'ambarzodalarga aziz avliyolarga choharo sahoba ikromlarga Hazreti Imom Hasan Imom Husayn bi Fatima Zahroga bağışladik şu bağışladı avvalo şu bütün vatanımızda yaşab o'tgan barcha vatandoshlarimizni ular qatorida şu ahli mazorda yotgan ahli qabrlar ahli qabristonda qabr egalarini olim qilgan barcha xayriy ihsonlarimizdan Qur'onlarimizdan Allohim qilgan solih amallarimizdan bahramand aylab
qabrini nur, qo'ri nur qilib bizlardan rozi etib, bizlarga ham rozi qilgin, o'tganlarimizni ruhini shod etgin. Qolganlarimizni salomat qilgin. Robbana ighfir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar. Allohu akbar. Zarib chomroda duo qilsin. Qani xizmatda qilganlarni favorlar bir duo qilaylikchi. Iloho amin. Özlerinin mehnat güçleri bilen, mağlaları bilen, Yastiya şehirden, özde şehirlerden öz hisselerini koşkanlardı. Hammasını tanış, hak, nurun zor, oilesiyle baktı saadatlar vergeysen Allah'ım. Şu 2024 yılda silahımızı avbat kılışta,öylerin tekir revan kılışta asla kılgan başka yiğitlerimizi Yastiya şehirden, bu özelliklerden çeken öz hisselerini koşkanlardı. Şu bir oy mobaynida Ramazon oyida barcha yordam qo'lini cho'zgan, xayr ehson qilgan yigitlarimizni, posbonlarni hammalarini tanlarini sihat, umrlarini uzoq qilgaysan. Allohim bizni og'ir yuklarimizni yengil qilgan kelajak yoshlarimizni, avvalo ularni dunyoga keltirib, voyaga qilib tarbiya qilgan ota-onalarni agarda hayotdan o'tgan bo'lsalar, rahmatingga olgin. Hayotdagilarning tani sihat, umrini uzoq, qarlik davlatini bergin. Ey mehribon rahmdor Allohim, shu ushbu kuningda va qolgan kunlaringda barcha to'shaklarda yotgan, shifoxonada shifo topgan bemorlarga shifosini bergaysan. Qazdorda qazigan najib yengilliklar bergaysan. Yet tarafdan rizq izlab chiqqanlarni rizqlarini bergaysan. Savdodagilarning savdosiga, tijoratiga o'zing barakasini bergaysan. Dehqonlarimizni, zirakotlarimizni kishtikoriga, xirmaniga, hosiliga, ob-ravonga o'zing barakasini bergaysan. Yoshlarimizni avvalo baxtini, taxtini bergaysan. Ularga soliq farzandlardan o'tkazgaysan. Farzand talablarga qo'shsha farzandlar o'tkazgaysan. Oliy o'quv yurtida bilim darhol tahsil olayotgan kelajak yoshlarimizni ilm-bilim saviyasini yuqori qilgaysan. Armiya safidagi yigitlarimizni tani sihat, umrini uzoq, yigitlik burchini ado etib, xonadoniga, oilasiga bag'riga kirishni musharraf aylagaysan. Barcha safarlarni bexatar qilib, shularni Allohim o'zing to'g'ri yo'lingga boshla. Halol mehnat qilib, halol xizmat qilib ko'magim madad bergaysan. Shularni yaxshilarga yondashtirgan, yomonlardan adashtirgan yoshlarimizni qo'rqmagin, qariqcho'da hech birimizni qo'rqmagin. Amin. Hayotda islom yo'llarida adashganlarni to'g'ri yo'llaringga boshlagaysan. Ayollarimizga ayolga iffat, sharm olsin, hammasiga Allohim o'zing insof bergaysan. Barcha safarga chiqadiganlarni, safardan qaytadiganlarni Allohim safarni bexatar qilib, o'zlari bilan mingan ayollarni o'z panohingda asrab, mo'ljallangan boriga sog'-salomat, sog'-salomat kelishni musharraf aylagaysan. Barcha mo'min musulmonlar ishonchi xayrli, iymonni salomat qilgaysan, o'zingdan begona qilmagaysan. Doibat, ziyon zahmat, bedavodat, ofat, balo qazolardan, turli kasalliklardan, turli xavf xatarlardan har birimizni, makonimizni, zamonimizni, barcha jumhurimizni o'z ismingda saqlagaysan Allohim. Inshaalloh qolgan kunlarimizni xayr qilib, hammamizni sog'-salomat, muborak Qurban hayitiga nashna o'tishni hammamizga nasibini o'zaylasin. Hammalaring sog'-salomat bo'linglar. Robbana otina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika. Allohu Hujralar birinchi yilda o'qishda biologiyadan. O'shanga ilohi amin. Payg'ambarlar zakovatini bergan, avliyolar farofatini bergan, xalqimizga yaxshi xizmat qiluvchi Alloh farzandlardan keyin ilmini ziyoda qilgan, yo'lini ochilishini ulug' qilgan. Olib boshidan o'z rahmatini yog'dirgan. Ilmni aqlga qo'ygan.
Shular bo'lsa qo'nglar hozir yig'ishtirib olsa xotinlar darrov Hozir. Yo, uyda.